Assalomu alaykum. Mana Gentra mashinamiz 2023-yil. Yurgani 2000 km yurgan. Bu taraf afshipka, hammasi chotki, sideniyalar hali salafani bilan turibdi. Rul tarpetga airbagi otgan, lekin mashina o'ta go'zal, stoy holatda turibdi. Balonlari 4 tasi, yo'q, bittasi, ikkitasi ishgan, nakachini bo'lib turibdi. Orqa bagaj, orqa faralari butun. Mashina benzinda. Udari mana shu yon tarafidan bo'lgan. O'zi tomigacha ezilib ketgan qandaydir. Bilmadim uni qanday urilgan, lekin mashina motor korobkalari lola hali ochilmagan. Endi ochilayotgan gul bo'lgan lekin. Mana mashina motorini qaranglar. Lola. Akkumulyatorlari hammasi butun. Motorning atsekka umuman gap bo'lish mumkin emas. Xudo xolisa. Bitta farasi butun. Hadovoy chaslardan. Oldi hadovoy butun ekan, xudo xolisa. Endi yana yetganda ma'lum bo'ladi. Tek rul o'ngga chapga bemalol burilyapti. Holati o'ta go'zal. Kimda mana shunaqangi avariyli mashinalar bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha olaveramiz. Topib bering odamga, xizmat chiqarib beramiz. Salomat bo'lasizlar. Kanalga o'tib like bosishni